Salom onajonlar, yaxshimisizlar? Men shunaqa chiroyli yangi qozon sotib oldim va yangi qozonimda bugun o'shunga mastava tayyorlamoqchiman. Mastava tayyorlashni hammanglar bilsanglar kerak. Men prosta yangi qozon raspakovkasi bo'lgani uchun birato'la ovqat qilib ko'rsatib bermoqchi bo'ldim va qo'rishni boshladim. Qaranglar qizlar, piyozlarim qanaqa chiroyli qizardi. Nimaga bunaqa qozon sotib oldim? Chirkni juda ham yomon ko'raman. Baribir chirk bo'ladi oshxonada. Shuning uchun ximический sredstvolar ishlatganimda granitga o'xshab ko'chib ketmaydi. Yiltillab yangidek bo'lib qolaveradi deb o'ylab shunaqa qozon sotib oldim. Mastavani suvga ukropni mayda qilib to'g'rab sovorsanglar, mastavani mazasi juda ham shirin chiqadi. Qozonim tay qalin ekan, uzoqroqda qaynadi. Shuning uchun qaynonam ertaga yurishi bor ekan, mahroviy tort pishirib bering deganida tortni pishirib xolodilnikka solib qo'ydim. Mastavamni ham guruchini soldim, orada pishdi va shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Mazasi esa valah qizlar. Hammanglarga yoqimli ishtaha. Meni tomosha qilganinglar uchun rahmat.